Okalar, hamma yoq chang bo'lib ketdi, вообще chidab bo'lmayapti. Uni ustiga yoz kelib, kun ham isib ketdi-yu. Mana bu ventilyator, ko'rayotganinglarda. Mana bunisi bo'lsa, havo namlantiradigan, changni yo'qotish uchun. Bizda shu ikkalasini bittada bajaradigan, вообще zo'r narsa kelgan. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Bu ham ventilyator, ham ulajnitor. Ko'rib turganinglardek, mana bu yerda zo'r joyi bor. Shuni mana shunday ochasizlar. Mana shu joyiga shuni atir sepib qo'ysanglar, bu ham zo'r hid chiqarib beradi. Hop, bunimizani yana nimalari bor deydigan bo'lsanglar, tepasini shunday ochasizlar, ko'rib turganingizdek suv solib qo'yganmiz. Suv solasizlarda, shuni mashina bitta bosasizlar, ko'rayotganingizdek bitta chiqdi. Yana bitta bossanglar ko'payadi. Yana bitta bosganingizdan keyin mana buni chiqarishini ko'ryapsizlarmi? Havoni shunaqa namlantirib beryapti. Undan tashqari zo'r hid chiqarib turadi. Keyin ventilyatorni qo'shib qo'yasizlar. 1 2 3 Vaqtim shamolni shunaqa chiqarib beryapti. Mo'zdek shirin hidli qilib turadi xonanglarni. Buni xohlasanglar pastga, xohlasanglar tepaga qaratib qo'yasizlar. Buni ham oqi, ham qora rangidan kelgan. Narxi ham unaqa qimmat emas. Xarid qilsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.